Bismillahirrohmanirrohim. Aziz opa-singillarimiz, demak Alloh taoloning izni bilan Bidon kitobining 3-darsini boshlaymiz. Bugungi darsimizda nimani o'rganamiz? Aqsamul fe'lini o'rganamiz, yana fe'llarga kirishamiz, keyin fe'lning fa'ilini o'rganamiz, hamda modiyni ma'lum siyg'asi va modiyni majhul siyg'alarini Allohning izni bilan o'rganamiz. Demak, chetga keluvdik bidondan. حدث است. او را محدث می باید. محدث او فاعل است. فاعل و فعل واحد بود و تثنیه بود و جمع بود و هر یکی از اینها متکلم بود و مخاطب بود و غائب بود و هر یکی از اینها مذکر بود و مؤنث بود. واحد یکی، تثنیه دو، جمع زیاده از دو. متکلم سخن گوینده را گوید. مخاطب آنکه سخن با وی گویند. غایب آنکه سخن از وی گویند. مذکر مرد، مؤنث زن. Fe'limiz, fe'l o'zi nima desa, paydo bo'luvchidir, ya'ni hodisadir. Uni muhdisi paydo qiladi. Demak, fe'l o'zi yo'q narsa, u paydo bo'luvchidir. O'sha uni bajaruvchisi foil bo'ladi. Fe'lni foili bir kishi bo'ladi, vohid bo'ladi, ikki kishi bo'ladi, tasniya bo'ladi, yo jam bo'ladi. Va ularning har biri mutakallim, so'zlovchi bo'ladi, muxotob, unga xitob qilingan ro'parada ikki kishi bo'ladi yoki g'oyib yo'q kishi bo'ladi. Va ularning har biri muzakkar bo'ladi va muannas jinsda bo'ladi. Vohidda birlik, tasniyada ikkilik. Jama degani ikkitadan ortiqi, ya'ni ziyodasi ketaveradi, ziyodasi. Mutakallim degani so'zlovchiga aytiladi. Muxotob deb so'zni unga aytilgan, ya'ni ro'paradagi turganga aytiladi. G'oib deb so'zni undan aytiladigan kishidir, ya'ni yo'q odamdan. Muzakkar degani erkak, muannas degani ayol jinsi. Demak, fe'l paydo bo'lganda uni bajaruvchisi bo'ladi. Ana bir kishi, ikki kishi, uch kishi bo'lishi mumkin. Ayol, erkak, o'zi gapirayotgan odam yoki ro'parada turgan yoki yo'q odam paydo qilgan ana bo'lishi mumkin ekan. Endi tolibalar fe'lni siyg'alariga o'tamiz. Ma'lum fe'li moziro shaharda misoli shash g'oyib robuvat va shash muxotob robuvat va du hikoyat nafs robuvat. Fe'l mozi o'tgan zamon fe'li 14 ta siyg'a bo'ladi, 14 ta misol bo'ladi. Ya'ni buni siyg'alaymiz, xudo xohlasa. Endi tolibalar mana shu siyg'alashni, o'sha sarflashni deylik. Kabiri bor, sag'iri bor. Sarfu kabir deb, demak, katta sarfu kabir deb mana shu 14 ta siyg'ani aytiladi. Va sarfu sag'ir deb masdardan ishtiqo qildik-ku, o'sha sarfu sag'ir deb aytilar ekan tolibalar. Xo'p. Demak, mana shu sarfu sag'ir bu ishtiqoq qilishi. Misol uchun sizga bir kishi sarfu sag'ir qilib bering desa, yuqoridagi 12 ta ishtiqoq bo'lgan narsani surib berasiz, o'tdik-ku. Agar sarfu kabir desa, mana shu 14 tani siyg'alarni hammasini aytib berasiz. Mudoriyani ham 14 ta siyg'a qilib, mana shunaqa oxirigacha surib berasiz. Bu yerda ham sarfu kabir bo'lyapti. Mana shuni andoza qilib, xuddi ustoz aytadilar, kara-kara yodlagandek yodlab olish lozim. Mana o'tgan zamon fe'li 14 ta misol bo'lar ekan. 6 ta g'oyib, 6 tasi muxotob va ikkitasi bo'lsa so'zlovchini o'zidan bo'ladi. Mana shu 14 ta siyg'a. Har bir fe'lda shu 14 ta siyg'a bo'ladi. Bu 14 siyg'a daraba, darabu, darabu, daraba, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Mana shu 14 ta misol.
آن شش که غایب را بود، سه muzakkar را بود و سه muannas را بود. Mana bu oltitasini g'oyib dedik. Bu uchtasi muzakkar erkaklarga bo'ladi, uchtasi muannaslarga bo'ladi. آن سه که مذکر را بود. ضربه زد و مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر غائب معلوم فعل ماضی. U uchtasiki muzakkar erkaklar uchun bo'lardi. Birinchisi zaraba. Urdu u bir odam o'tgan zamonda birlik siyg'asi muzakkar g'oib ma'lum fe'li moziy. خب ضرب زدن ایشان دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر غائبین معلوم فعل ماضی. Zaraba endi daraba urdu ikki odam o'tgan zamonda ikkilik tasniya siyg'asi muzakkar ikki muzakkar g'oib. Demak o'tgan zamon moziyning ma'lum fe'lidir. Darabu zadan eshon hammai mardon dar zamoni guzashtan siyg'ai jam muzakkar g'oyibin ma'lum fe'li moziy. Zarabu endi yoki darabu urdilar ular hamma odamlar o'tgan zamonda jami siyg'asi erkaklar uchun muzakkardir g'oib g'oiblar uchun va o'tgan zamon fe'lini ma'lumidir. آن سه که مؤنث را بود ضربت زد ویسن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنث غائبه معلوم فعل ماضی. U uchtasi muannas uchun bo'lardi. G'oibni daraba urdi u ayol darabat. O'tgan zamonda birlik siyg'asi ayollarniki va muannas va g'oiba yo'q ayoldan bo'layotgan o'tgan zamonning ma'lum fe'lidir. Darabata zadan eshon do'zan در زمان گذشتن صیغه تثنیه مؤنث غائبتین معلوم فعل ماضی. Urdu u ikki ayol o'tgan zamonda ikkilik siyg'asi muannas ikki g'oyib ayolni muannasi o'tgan zamon fe'lining ma'lumidir. ضربنا زدن ایشان همه زمان در زمان گذشته صیغه شم muannas g'oyibat ma'lum fe'li moziy. Urdilar u hamma ayollar o'tgan zamonda jam siyg'asidir va g'oiblarni muannasidir yo'q ayollarni ma'lum fe'li moziydir. آن شش که مخاطب را بود سه مذکر را بود و سه muannas را بود. U oltitasi muxotob bo'ladi dedik. Buni ham uchtasi erkaklar uchun bo'ladi muzakkarlarga va uchtasi muannas. آن سه که مذکر را بود ضربت زدی تو مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر مخاطب فعل ماضی ma'lum. Aytiladiki uchtasiki erkaklar uchun bo'lyapti. Birinchi darabda urding sen bir odam o'tgan zamonda birlik siyg'asi muzakkar muxotobga ro'paradagiga o'tgan zamon fe'lini ma'lumidir. ضربت ما زدت شما دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر مخاطبین ma'lum fe'li modiy. Urdingiz ikki odam o'tgan zamonda tasniya siyg'asi muxotob ro'paradagi ikki erkak jinsi siyg'asi o'tgan zamon fe'li ma'lumdir. ضربتم زدید شما همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر مخاطبین معلوم فعل ماضی. Urdingiz siz hamma odamlar o'tgan zamonda jam siyg'asidir. Muxotobning jamidir. O'tgan zamon fe'li ma'lumidir. آن سه که مؤنث را بود ضربتی زدی تو زن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنث مخاطبه ma'lum fe'li moziy. Urding sen ayol o'tgan zamonda birlik siyg'asi muannas muxotaba va o'tgan zamonni ma'lum fe'lidir. ضربتما زدید شما دو زن در زمان گذشته تثنیه مؤنث مخاطبتین ma'lum fe'li modiy. Urdingiz siz ikki ayol o'tgan zamonda tasniya siyg'asidir. Ikkita muxotobning muannasidir. O'tgan zamon fe'lini ma'lumidir. ضربتن زدید شما همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع muannas muxotobat ma'lum fe'li moziy. Urdingiz siz hamma ayollar o'tgan zamonda jam siyg'asidir. Muxotob ayollarni muannasi muannas muxotob ayollar uchundir. O'tgan zamon ma'lum fe'lidir.
باندوكي حكاية نفسی را بود ضربت زدم من مرد یا زن در زمان گذشته صیغه واحد متکلم معلوم فعل ماضی. ضربت urdim men erkak yo ayol ularga bir xil bo'ladi. O'tgan zamonda birlik siyg'asi mutakallim gapiruvchi ya'ni nomidan o'tgan zamon ma'lum fe'lidir. ضربنا زدیم ما همه مردان و همه زنان در زمان گذشتن صیغه متکلم مع الغیر معلوم فعل ماضی. ya'ni urdik biz hamma erkaklar hamma ayollar o'tgan zamonlarda boshqa bilan birga bo'lgan gapiruvchidan bo'lgan siyg'a, ya'ni gapiruvchi ham yana boshqalar bilan ya'ni biz bo'lyapti, ya'ni o'tgan zamonni ma'lum fe'li. Mana urdik biz ko'p erkaklar va yo ko'p ayollar o'tgan zamonda siyg'asi ko'plik mutakallim ma'lum fe'li modiy. Xo'p, menimcha shetgacha yetadi inshaalloh bugun. Bu bugungi darsimizni birinchi qismi inshaalloh. Yana tashlayman ikkinchi qismini. Va sallallohu alayhi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi vasallam.